Matmusa qo'y sotgani shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini, zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana buni qara xotin. Mana buni dutor deydi. Mana bog'chining arda. Mana ipin tor deydi. Mana quloq. Bu quloq emas, mana quloq. Bu qarrak. Ya'ni eshak bo'ladi. Shaharliklar buni bilasanmi? Mana bunday qilib chaladi. Janon qo'laman deb hammani kuydirasanmi? Munojot deb otini Matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotini voy rosa qoyil qolibdi debdi. Ko'rdingmi? Qanaqa zamonlarda yuribsan xotin? Ha, rahmat. Bu shaharlik yaxshi chorva beribdi. Faqat bir narsaga aql yetmay turibdi. Och. Esimdan adashmasam, bir paytlar bobomda ham shunday chorva bor edi. Tushmasam u ham dutor edi. Faqat bobom chalganda qulog'ini burardi. Barmog'i ham mana bu ip ustida yugurardi. Ha, siz bo'lsangiz bir joyni tutgancha qolaverdingiz. Tinmay tilg'irni qo'ymasdan chalaverdingiz. Ustoz ko'rmaysizmi? Tushunmaydi u xotinlar. Jahli chiqib Matmusa xotinini so'kibdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Xotin, sen eringan odam gapni deb qo'yding. Yo, nima bo'ldi? Qarib, el tushingni deb qo'yding. Voy, to'g'ri gapni gapirib qari bo'ldimmi? Ha, seni boboyni qo'li mana bu dutorni ustida yugurgandir. Bobomni gapirgan tilim akashak bo'lsin. Ha, bechara kallasi ishlamasdan kerakli pardani qidirib topolmagan unda. Endi men chalganimda og'zingni yum, tinglab o'tir. Boboying parda qidirgan. Men uni topdim. Mana ko'r. Ha! Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erini dono bilib, xotini ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak pardani topgan Matmusalar yashasin.